23 yildan beri men ichim qotardi. Dorisiz hech qachon ichim kelmagan. Bemor bir necha yildan beri ich qotishi, ya'ni qabziyat bilan qiynalib kelganlar, dori darmonlarsiz kelmagan, ya'ni ich surgi dorilar ichib yurganlar, ya'ni qiynalganlar. Ovqatlangandan keyin qorindan bo'lishi, og'riqlar bo'lishi, diskomfort bo'lishiga shikoyat qilib kelganlar. Bizning internet tarmog'ida kuzatib kelganlar. Bemor demak tekshiruvlardan o'tkazdik. Bemorda ichak uzayishi, daliliy kolon kasalligi aniqlandi va bemorda hamma ichaklarini saqlab qolgan holatda operativ amaliyot o'tkazib berdik. Hozir ahvollari yaxshi, ichlari mustaqil kelyapti. O'zlari shu operatsiyadan keyin o'zgarish bo'ladimi yo'qmi qisqacha aytib bering. Qanaqa ahvollaringiz? 23 yildan beri men ichim qotardi. Dorisiz hech qachon ichim kelmagan. Hozir mamnunman. Ichingiz kelyapti. Kelyapti. Operatsiyaga ishonsa bo'ladi demak. Albatta ishonsa bo'ladi. Operatsiyadan keyin Tavsiya tiklanish qilaman. qanaqa bo'ldi operatsiyadan keyin tiklanishingiz? 3-kun oyoqdaman o'zi. Shu uyga ketyapsiz. Uyga ketyapman javob berishdi даже. Operatsiya laparoskopik usulda kesmalasiz, ya'ni uchta teshik yordamida amalga oshiradi. Ahvollari mana yaxshi, ichlari mustaqil kelyapti. Kimda qabziyat bilan bog'liq muammo bo'lsa, murojaat qilsanglar, demak biz sizlarga yordam beramiz. Ya'ni ichak olib tashlamasdan yo'g'on ichaklarni saqlab qolgan holatda amalga oshiramiz. Rahmat.